Hoji, baqa ko'tarilingni. Bo'ldi aka, tinchlik. Ha? 16.820.000 ni ham berdik. Aha. Narxni ham ko'tarmadik bu modelga. Endi bitta obzorni ham olaylik. Bo'ldi, bo'lmasa ketdik. Jack X200 avtomobillarini Promtovar, Tent, Bord hamda shassi variantlarini naqd, rassrochka, nasiya savdo va avtokredit usullarida xarid qilishingiz mumkin. Bu avtomobillarning xarakteristikasini Hojimurod tushuntirib beradi. Hojimurod, Bo'lmasa akalar xarakteristikasini aytchi. Xarakteristikasi 2 tonali avtomobillarimiz hozirda Jack Motors Farg'ona filialida mavjud. Xarakteristikasiga keladigan bo'lsa akalar 2 tonali avtomobillarimiz mana ko'rib turibsizlar, parashyutdan bor hozir aytib o'tishdi. 2 tonna oladi. 1 tonna 850. Kitobda yozilgan, lekin 2 tonnagacha zelni bukmasdan ko'tarib beradi. Balonlarimiz qo'sh balon bo'ladi akalar. O'rindiqlar soni 3 ta bo'ladi. Uchishini bemalol kitobida ham uchish yozilgan, bemalol uzoq masofaga borsinlar bo'ladi. Bundan tashqari sirenalar juda ham yumshoq, konditsioner bor, audio sistemalar ham juda ham zo'r ishlaydi. Bitta oldini ko'rsataylik, yana bitta. Oldini ham ko'rib turibsizlar, sifatli qilib ishlangan, o'zini materiallari ham juda ham sifatli materiallarda ishlangan, ya'ni atsilka kuzovda bo'ladi akalar. Aytib o'tganimizdek 16.820.000larimiz hozirda amal qilyapti. Jackning barcha filiallarida, Jack Motorsda avtomobillar hozirda oshmoqchi. Lekin bularga hali bir ta'sir qilgani yo'q. Sizlarni kutib qolamiz. Oshguncha olib chiqib bersangiz akalar, bonusmi yoki o'zim narxida avtomobilingiz bo'lib to'lash yoki chegirma narxlarida ham chiroyli qilib beraveramiz akalar. Bo'lmasa, Alimardon aka gapimiz tugadimi? Bo'ldi, bitta telefon qilsa bo'ldi. asli raqamlarni qoldirib o'tamiz. Aloqaga chiqing. 42 gradusda qilib berdik aka obzorni. Sizga yetib borsin, chegirmada olsin deb aka, kelib ketdik. Bitta telefon qiling, ma'lumot tushuntirib o'tamiz aka. Sog' bo'ling.